Sizlarga ko'rsatadigan bugungi uyimizni qaranglar, 6 ta xonali, hol, oshxona, podval, yangi bitgan uyimizni hali odam yashamagan, yangi mahalladan-da. Uchastkalarimizni hammasi yangi, endi obod bo'lgan mahallamiz. Kanalizatsiya bor, gaz, tok, suv, hammasi bor. Mana shu 2,5 so'tuvli uyimizni ichkaridan kirib ko'rsatamiz. Pulini boshida aytib ketaman. 159 ming start. Yana kelishtirib beradigan joyi bor. Uyimizga kirib kelishimiz bilan mashina qo'yish uchun bemalol garajlarimiz bor. Ikkita yashil hudud qilsanglar bo'ladi. Bu tarafga tapcham qo'yib o'tirsanglar, yoniga letni kuxnya qilsanglar ham bo'ladi. Kirishimiz bilan uyimizga hol, hali uyimiz to'liq bitmagani uchun oyoqda yurimiz, chunki chang endi uborkalarimiz bo'ladi. Oshxonamizga mebel texnikalari qo'yilgan. Texnikasini bizning kanaldan sotib olsanglar qo'yib beramiz. Birinchi etajdagi umumiy sanuzelimiz. Bunimizni kattalar uchun yotoqxona, ichida o'zini sanuzeli bilan birga. Keyin to'g'ridagi bitta xonamizni mehmonlar kutib olish uchun bitta katta mehmonxonamiz. Ikkinchi etajga chiqishimiz bilan 4 ta xonamiz bor. Chap tarafdan boshlaydigan bo'lsak, bu birinchi xonamiz. Mehmon kutib olish uchun mehmonxona qilsanglar bo'ladi. Bu ikkinchi xonamiz, bu yotoqxona qilsanglar bo'ladi. Buni yonida bitta sanuzelimiz bor. Umumiy foydalanish uchun yana bitta yotoqxonamiz. Bolalar uchun, bunisi kattalar uchun yotoqxona, ichida sanuzeli bor. Mana bu bitta, ya'ni yotoqxonamiz, 4 ta xonamizni yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Podvali ham bor, uni ham qo'yib ketamiz. Sog'omon bo'lasizlar, uy baraka nomidan sotib oladigan bo'lsanglar, kuxnyani texnikalarini biz to'ldirib beramiz hadyasiga. Rahmat.